Din Butsati, Eynshteyn bilan Iblisachcha. Ushbu kitobchada Edgar Poe, Abe Kabo, Din Butsati, Tatsuko Takahashi, Te Kabuta, Tatsudo Ishikawa singari jahon nosirlarining hikoya va novellalari o'rin olgan. Asarlar mavzu doirasi nihoyatda keng. Ularda ilmparvar odam, yolg'iz odam, zahmatkash odam, kichkina odam, yuzsiz odam singari hikoya obrazlarning murakkab hayotiy vaziyatlar ichra kechirgan kechmishlariga guvoh bo'lasiz. Bunday voqealar barchamizning ko'z o'ngimizda ro'y berib turgani bois ushbu novella va hikoya obrazlarini o'z qadrdonlarimiz deb qabul qilasiz. Zotan badiiy adabiyot bashar hayotining ko'zgusi bo'lsa, hikoya shu ko'zguning serjilva bo'laklaridir. Bir jild ostiga jamlangan ushbu asarlar hayotning nihoyatsiz savollariga javob izlayotgan har qanday o'quvchiga mazmun bo'ladi degan